Bugun bizani offline mentorlikda o'qiydigan Feruza opamiz oxirgi bitta darslaridan keyin уже darslarimiz yakunlanadi. Sizlarga men natijalarini va o'zlaridan hozir bizga aytib bergan eng qiziq odzivlarini so'raymiz. Feruza opa, xush kelibsiz. Xudo xolisa juma kuni dars tegadi-da sizga. Bu yerda mana hozir Feruza opa natijalarini ko'rsatamiz. Feruza opa, bu natija uchun siz qancha tovar uchun mablag' ajratdingiz? Birinchidan boshlaylik. Qancha? Boshlang'ichga 50 ta bilan kirganman. 12 ko'p emas. 12,000 rubl bilan. 12,000 rubl. Ana, ko'rdinglarmi mana 12,000 rubl bilan o'z javobga ko'rsatib yuboring mana. Boshida ko'pga o'xshardi. Hozir qarasam, o'sha darslar oxirlashgan sari bu boshlanishi endi shu ekan. Hozir bizga aytgan gapingizni ham bir aytib o'ting. Feruza opam oldin telefonni ushlashga qo'rqardim. Jalbalar kelsa ishxonadan SMS ishxonadan jalbalar kelsa deb telefonimni ko'tarmaslikka ham, yoqmaslikka harakat qilardim. Shu ishxonaga borib, ular yaxshi настроение bilan ishlaydi. Hozir endi SMS kelsa, darrov telefonga qaragim keladi, что приятно. Zakaz tushyapti. Xursand bo'lib ketasiz, bu boshqacha bo'lar ekan. Da, ana. Qanaqa dars jarayonlari, umuman tushuntirishlar zo'r. Bemalol so'rayman, yaramasdan. Ustozlari tushuntiradilar, kompyuterda bilmas edim. o'rgatadilar melichagacha. Rahmat. Ishonsa bo'larkan Feruza opa? Конечно. Ishonsa bo'ladi. Albatta, endi bundan buyog'iga bizani poddershkamiz asosida Feruza opam dars olib ketishlari kerak. Mana ko'rganlaringizdek, kamroq investitsiya bilan ham bemalol boshlash mumkin. Feruza opam o'zlari 12,000 rubl bilan ishni boshladilar. Hozirda yana mablag' ajratib, ikkinchi postavkalarini qilmoqchilar. Davomli bo'lsin Feruza opa, har doim analitikangiz yuqoriga qarab ko'tarilsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Xursand biz, rahmat. Da.